O'zbekiston Respublikasining yer qa'ri to'g'risidagi qonunchiligiga ko'ra, foydali qazilmalar iqtisodiy ahamiyati va foydalanish shartlariga qarab ikki katta guruhga bo'linadi. Asosiy foydali qazilmalar va noruda foydali qazilmalar. Asosiy foydali qazilmalar tarkibida metall yoki energetik resurslar mavjud bo'ladi. Ular qatoriga oltin, kumush, mis, temir, qo'rg'oshin, rux, litiy va boshqa metall rudalari kiradi. Ayniqsa, oltin va noyob metallar strategik ahamiyatga ega hisoblanadi. Radioaktiv foydali qazilmalar ham asosiy qazilmalar sirasiga kiradi. Uran va toriy kabi minerallar energetika, ilm-fan hamda sanoat sohalarida muhim o'rin tutadi. Energetik foydali qazilmalar energiya ishlab chiqarish uchun xizmat qiladi. Ko'mir, antratsit va torf kabi resurslar bugungi kunda ham elektr energiyasi ishlab chiqarishda keng qo'llanilmoqda. Uglevodorodlar alohida foydali qazilma turi sifatida belgilangan. Xom neft, tabiiy gaz, gaz kondensati va slanitsli neft mamlakat iqtisodiyoti hamda energetik xavfsizligi uchun muhim ahamiyatga ega. Noruda foydali qazilmalar tarkibida metall bo'lmaydi. Qum, shag'al, gil, ohaktosh, gips, marmar va granit qurilish sohasida keng qo'llaniladi. Kon kimyo xomashyolari tarkibiga mineral tuzlar, fosforitlar va kaliy tuzlari kiradi. Ular kimyo sanoati va qishloq xo'jaligining muhim resurslaridir. Kon ruda xomashyolari qatoriga kvars, kvarsit, tabiiy grafit, shisha xomashyosi va boshqa sanoat minerallari kiradi. Qimmatbaho va yarim qimmatbaho toshlar ham noruda foydali qazilmalar hisoblanadi. Ular iqtisodiy qiymat bilan birga yuqori estetik ahamiyatga ham ega. Shuningdek, sanoat ahamiyatiga ega yer osti suvlari ham muhim tabiiy resurs hisoblanadi. Ular turli ishlab chiqarish jarayonlarida foydalaniladi. Demak, foydali qazilmalar mamlakat iqtisodiyoti, sanoati, energetikasi va qurilish sohasining asosiy resurslaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun ulardan oqilona foydalanish va muhofaza qilish qonunchilik asosida qat'iy tartibga solinadi.